Dada, bitta bozorni ko'ring. Ekskursiya qildilar. Xushmaysiz ham, Kamala qizim podval bo'yicha boshliq. Umuman sestra qazayka degan narsa bo'ladi. Bu nima bir qayr bor? Nima bor? Bu meni xonam. Voy. O'zimda qizim bor, o'zimda qizimni xonasiga kirganim. Bitta tekshirayotgani bular qanaqa ekan sizlar. Ana ularda qolibdi, qo'yibdi. Mana shuncha yuvadigan narsalar-da bo'ladi. Endi kakras ot sistemani sizlarga maqtamoqchiman. Qara, keling. Hammasi indikatorlar, hammasi chotki jurnallar qilib qo'yib, mana indikatorlar qilib qo'yib. Uncha klinika ma'lumot ololmaydi, plazmin sterilizator deyiladi. Keyin bu tomondan derazadan chiqarib olinadi. Mana bular hammasi kira paketlarga qo'yiladi. Mana jurnallar qilib qo'yibdi ekan. Qara, hamma narsani chotki. Любой tekshiruv kelsa ham masalan ham ko'lim to'q. Bu nima bu tomon? Pratika. Shunga ham hamma joyda yo'q. Zarinda o'zimdan tutib olsam bo'ladi. Ana qilsa men erkatoyim, dada, zo'r narsalar olaylik, zo'r narsalar qo'yaylik. Vau, ana. Charchamayapsanmi? Qayerda ishlaysan? Formatda ishlaysan. Yerga bar qo'yib, kokteyl zakaz qilib o'tiramiz. Holatda doktor Faxriddin men o'zim kirmagan xonalarim bor. Ishonasizlarmi? 84 ta xona ta'rif qilamiz. Hamma vrachlar kelib o'tiradi. 40 ta 50 ta joyimiz bor. Endi bittada siqmay qolmasa ham sal joydan bu tomondan ovqatlar beriladi. Shunaqangi bir приятный shunaqa xabarlar kelyapti. Hozir bir qanaqadir bir firmadan bizga hozir juda ko'p pitsa kelyapti, Kamola. Rostdan? Oho, qayoq? Bu nima bu? Mana shu anaqamizga bu Bu nima bu? Bu duxovka. Ertaga osh xohlovchilar kelinglar. Qozonga pishiriladi. Direktor ko'rmay qolsin. Ye bor. Mana shu meni qizim bor. Ishlari toza ozoda. O'zi aytdi, dada, menga topshirgan hammasini bajaraman. Shu qizlarim robot emas. O'zlaricha o'zlari qiladi. Shunisi yaxshi. Men aralashmayman, o'zlari vijdondan ishlasa, mana toza ozoda hammaga nima desa aytganman olib berdim. Lekin olib beryapsiz hammasini. Ovqatlari shirin, gapirishim. Ovqatimizga gap yo'q. Endi boshqa kunlari boshqa etajlar, ko'p etaj, 6 ta etaj ko'rsatishim kerak. Sal vaqtim bo'lmay qolyapti, xudo xolasa. Lekin kayfiyatim yaxshi.